Do'stlar, biz hozir Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Mustahkam Do'stlik MFYdamiz. Bu yerda bizning bir mijozimiz bizdan pershetka ishlab chiqarish uskunasini sotib olgan. Oxirgi model, ya'ni so'nggi modeldagi o'zi mana bunaqa tayyor pershetkalarni taklab, akkuratnik qilib beradigan uskunani sotib olish do'stlar va hozir bu uskunamiz ustanovka qilish jarayoni, ya'ni texnologiyamiz o'zlari ham shu yerda, Demox korxonasi texnologiyalari shu yerda. Mijozimizga hozir 10-15 minut obkatga, ya'ni o'sha boshlang'ich o'zini tozalab olishga qo'yib qo'ydik va bundan keyin mijozimizga o'rgatishadi. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir bu uskunani texnologiya bilan suhbat qilinadi. Ya'ni ip uzilsa nima qilish kerak, qancha vaqt ketadi, 1 kilodan qancha chiqadi, barcha savollarimizga texnologiyamiz javob berib o'tadi. Agar men bermagan savollaringiz sizda tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, biz sizga qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz. Do'stlar, mana stanogimizni ishchi holatga keltirib qo'ydik. Endi mana texnologiyamizdan savol javob o'tamiz. Oxin aka, stanok ko'proq nimadan ip uzadi? Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Ip uzilishining sababi birinchi o'rinda to'g'ri o'tmaganligi. Ya'ni mana bu yerdan to'g'ri o'tkazish kerak, to'g'rimi? Bu tepa qismi nima qism deyiladi bu? Bu sensor qismida. Sensor qismi. Sensor qismidan ip noto'g'ri o'tkazilishi orqasidan buzilishi mumkin, ip uzishi mumkin. Yana nimadan bo'lishi mumkin? Ikkinchisi ignani singani yo bo'lmasam ignani klapini sinib qolganligi. Ignalar shu yerda turadi, adashmasam. Shu yerda ignalar hammasi to'g'ri holatda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Mana shu yerdagi ignalar hammasi. Bu tomonda 54 ta, bu tomonda 54 ta ignasi bor. Demak, jami 108 igna bor. 108 ta igna. Shularni hammasini adashmasam o'sha klapinchasi deyiladi. Ignani uchida ozgina tilchasi bo'ladi. O'zbekcha qilib tushuntirgan. Mana bormi ham? Hozir ko'rsataman. Shu tilchasiga qarab qo'yish kerak. Mana shu to'g'ri qo'yilgan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana shu klapinchasi bo'ladi. Shu klapinchasi ichiga kirib qolishi ham mumkin. Yo bo'lmasam sinib qolishi yo ilmoq joyi ochilib qolsa ham shundan ip uziladi. Va yana nima sabab bo'lishi mumkin? Igna, sensor qismini to'g'ri o'rnatish, ignalarni to'g'ri qo'yish va ishlatish jarayoni to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Ishlatish jarayoni to'g'ri. Xomashyoga ham ko'proq bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Chunki mana ip shunaqangi o'ralgan kelib qolishi mumkin. Tugilgan kelib qolishi mumkin ignani ichiga ham. Yo buni bo'lmasa mana igna ip ko'ryapsizmi? Bir joyi qalin, bir joyi yuqa, bir joyi qalin. Musor. Shu musor kelishining oqibatida ham sinaveradi. Demak, xomashyoni holatiga qarab ham bo'ladi va hozir video olishdan oldin aytib o'tdingiz, xonani haroratiga qarab ham bo'ladi, to'g'rimi? Bu stanok endi hozir kunlar isib boryapti. Hozir mana 11-mart sanasida bu syomka qilyapti, ya'ni stanok o'rnatilyapti. Bu qishga, misol uchun qish mavsumi kelganda, sovuq kunlar kelganda iloji boricha xonani plus 10 desak bo'ladimi? Plus darajasida bo'lsa bo'ladi. Plus darajasida bo'lsa bo'ladi. Minusga tushib ketmasa, stanok bexato ishlab bera oladi. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib o'tdilar. Ip nimadan uzilishi haqida savollarni qo'ldan kelgancha berib o'tdik va texnologiyamizdan yetarlicha javob oldik degan umiddamiz. Ikkinchi savol. Igna nimadan ko'p sinadi? Igna faqat shu ip noto'g'ri o'tgani, keyin ip uzilgan paytda noto'g'ri ishlatish oqibatida sinadi xolos. Boshqa payt sinmaydi. Boshqa payt sinmaydi, to'g'rimi? Ip shu kelyapti turgan musora orqali sinadi, keyin ichida noto'g'ri ishlatish chala qolgan paytda ishlatib olganda sinadi. Boshqa payt sinmaydi. Boshqa payt sinmaydi. Bu stanogimiz ipini uzsa yoki ignasini sindirsa o'zi avtomatik signal beradi, to'g'rimi? To'xtab qoladi. To'xtab qoladi va mana bu yerda ko'rsatadi o'zi, to'g'rimi? Yog'i kamayib qolsa ham ishlamaydi. Birorta xatolik bo'lsa ham ishlamaydi. To'xtab turaveradi. Xo'p, aka, eng ko'p beriladigan savol 1 kilo xomashyodan qancha chiqadi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan savol yoki bitta g'altaydan qancha chiqadi? Shunga javob berib o'tsangiz. Endi bitta babina deyiladi. Babinada xb iplarimiz 2 kilodan 3 kilo, 3,5 kilo atrofida bo'ladi. 3 kilo, 2 kilodan 3 kilo, 3,5 kilogacha bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Endi shunga qarab bitta, xo'p, bunda demak bunaqa bilan savolimizga javob bo'lmaydi. Kak paypoq stanok haqida. Perchetkamiz 40 gram hisoblanadi. Bir jup mana shu perchetkamiz 40 gram bo'ladi. Hisoblanadi. O'rtacha standart. Bundan 30 gram oshiqrog'i xb bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu. Qolganlari bu yerda hozir ko'rib turibmiz, 4 xil ip turibdi. Bu yerda sintetika turibdi, xb ip turibdi, overlock ip hamda rezinka iplari. Buni misol uchun 70% bundan,
10% bundan, 5% bundan, 3% bundan qilib ishlatadi, to'g'rimi? Xuddi O'zini shunday. kerakli joyiga ishlatib oladi. Shunda bir juft perchatkamiz hozirgi kunda taxminan bozorga qarab necha pul atrofida tushyapti mijozga? 700 so'm, 800 so'm atrofida. 700 so'm, 800 so'm atrofida bir juft perchatkamiz tushyapti. Adashmasam bozor do'konda 2000 so'm, to'g'rimi? Shunaqami? Do'konda Do'kon to'g'risi perchatka 2000 so'mda taxminan. Taxminan 2000 so'm sotiladi. Shu narsa hozir 750 so'mga tushyapti do'stlar. Bularni bu stanogimizda mana bunaqa zapchastlari, ya'ni ignalari hamda xomashyolari hammasi o'zimizda Demox korxonasida mavjud. Stanogimiz bir kunda qancha chiqaradi Oxon aka? Xo'p, bir soatda o'rtacha hisoblaganimizda shu uzilgan, brak chiqarganlarni hisoblab, bir soatda 10 juft chiqaradi. Ya'ni 12 soatda 100 juft, Shunda donaga oladigan bo'lsak, 200 dona. 200 dona degan, to'g'rimi? Bu 12 soatda. 24 soatda 400. 400. Demak, shu zavod bergan statistika 24 soatda 250-300 par chiqaradi deb zavod beradi bu Chunki statistikani. ip uzilishi, chunki biz O'zbekistonda, ya'ni bunaqangi обходni ip ishlatamiz. Agar kачествоsi toza, yaxshi ip ishlatadigan bo'lsak, bir soatda 24 juft chiqarsa ham bo'ladi bemalol. 1 soatda 24 juft chiqarsa bo'ladi. Agar kачественный ip bo'ladigan bo'lsa. Uzilmaydi, igna sinmaydi. Shunaqa narsalar. Lekin foydasi kam bo'ladi. Perchatkani tan narxi qimmatroq chiqadi, bizni bozor ko'tarmay qolishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha savollarni berib o'tdik. Qo'shimcha savollarni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi yoki bo'lmasam kommentariyada yozib qoling, biz sizga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosing va fikringizni albatta kommentariyada qoldiring.